ijtihod bilan o'rganmak. Voh, ajab yaxshi bo'ldi. Nimaga bu chiqish bo'lib ketding? Yaqinda maktab nurg'un topshiriqni qisqartib, yukimizni yeniklatgidek. Nima degan yaxshi? Bu o'rganish besimi yuqori bolalarga qartilgan. Seningdek o'quvchilarning yukini yeniklasa, hargiz bo'lmaydi. Men davlatning siyosatlarga aktiv ovoz qo'shyapman-ku. Sen azaldan tirishib o'rganmaysan. Sening o'rganishingni qandoqmi ijtihod bilan o'rganish degili bo'lsin. Bu mu odamni ilhomlantiradigan hikoya ekanda. Ha, sen bu hikoyani so'zlab beray. Sharqiy Xan sulolasida Sunjang ismli bir mashhur siyosiyon o'tgan ekan. U yosh vaqtida doim ishini taqvilib, butun zehni bilan tirishib o'rganadi ekan. Kitap odamni olg'a bostiradigan shota. Kitobni qancha ko'p o'rgangan sari bilimi shuncha oshidi. Kitap mening eng yaxshi do'stim. Sunjang atidan kashkicha kitob ko'rdi ekan. Hatto tomoq yeyishni unutib qoladi ekan. 1 minutni bekorga o'tkazmaydi ekan. Odam jafo mushaqqat ichida bosh egmagandila, ondan o'z nishoniga yetalaydi. Men osh qilishga va charchashga bosh egmasligim kerak. İnson tabiatni bo'ysundira oladi. Faqat ijtihod bilan o'rgansamla, butun olamni kezib chiqa olmayman. Ajab uyqum keldi. Uxlab qolsam qat'iy bo'lmaydi. Bir amal qilay. Lekin qanday amal qilsam bo'lar? To'g'ri, shunda qilay. Shundala ruhlantirish to'g'risi degandimi yaxshi bo'lg'idek. Sunjang o'zgacha bir usulni o'ylab tepibdi. U org'amchi bilan chechini bog'lab qo'yibdi. U charchab uyqudab qolganda uning chechi tortilib, darhol uyg'onib ketadi ekan. Shuning bilan u qaytadan zehnini yig'ib, yana o'rganishga kirishib ketadi ekan. U rostilla baq qoltisgan. Yig'iliq davrida Suchin ismli bir odam o'tgan bo'lib, u mu mashhur siyosiyon ekan. Yosh vaqtlarda u mu Sunjangga o'xshash masalaga yo'liqqan ekan. Ajab uyqum keldi. Uxlab qolsam bo'lmaydi. To'g'ri, shunda qilmaymi bo'lmog'idek. Suchin uxlab qolmaslik uchun bir tarafdan o'ziga begiz tutib, yana bir tarafdan ijtihod bilan o'rganibdi. Voyjon, bak og'rib ketdi. Ijtihod bilan o'rganmak degan bu ibora Sunjang bilan Suchin ikkisining mushu hikoyasidan kelgan ekan. Hozir bor kuchi bilan jafo mushaqqatga chidab o'rganish degan ma'noda qo'llaniladi.